Mana bugun Buxoro shahar 13-maktabda viloyat pedagogik mahorat markazi tomonidan shaharning barcha umumta'lim maktablarining boshlang'ich ta'lim metod birlashma rahbarlari ishtirokida seminar tashkil etildi. Firuz xalqaro tadqiqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish, 4-sinf o'quvchilarining matn ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Seminarda boshlang'ich ta'limda matnlar bilan ishlashning ahamiyati, Firuz xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rish, trenajyor platformasidan foydalanish haqida bizga chuqur ma'lumotlar berildi. Bu kabi tashkil etilayotgan seminarlar bizni Firuz tadqiqotida katta natijalarga erishishimizda, yaxshi natijalar erishishimizda, o'quvchilarni yaxshi tayyorgarlik ko'rishlariga katta ahamiyatga ega.